Demak aziz do'stlar, Jizzax viloyati Baxmal tumanidamiz. G'ofurjon akamizning xonadonlarida Malikov G'ofurjon akamiz Jetour X70 Plus avtomobilini yutib olganlar. Meni hozir olib kelib topshirdik. Mana aka yaqinlari ko'rishyapti, suratga tushishyapti. Juda ham ajoyib manzara, zo'r. Salqingina havo ekan. Meni bitta e'tiborimni tortgan joyi do'stlar, olmalardi. O'zbekistonda birinchi bo'lib mana shu olma yetishtirib beradigan va eng shirin, sifatli olmalarni yetishtirib beradigan joy bu Baxmal tumani ekan do'stlar. O'shaning uchun demak, bir insonni mana hovlisida olmani qaranglar, bir 20-30 tup olma bor. Mana aka, bitta shirinidan bitta olaylik. Mana shu yoqlarga kirsak bo'ladimi? Ha, rahmat. Mana aka. Mana shu olmani qani bir olaylik. Oh, ikkita tushib ketdi lekin. Ikkita tushib ketdi mana aka. Mana aka, olmani qarang. Mana. Bu olmaning nomi nima? Tog'a buni nomi nima buni? Crimson deydi bu. Crimsonmi bu? O, lekin ozginagina vaqt bor endi. hali borasi halgina lekin. Yana 1 oy bor. 1 oydan keyin bu pishadi, to'g'rimi? Qip-qizil bo'lama bu. Endi qarang, buni ekspert qilsa ham bo'lama yo o'zimiz mahalliy aholiga sotiladimi bu? Bo'ladi, juda bo'ladi. Qarangda, har qanday ekspert bo'lib Gap yo'q lekin. Mahalliy ham bo'laveradi, ekspertga ham hammasiga yaraydi-da. Albatta. Buni endi siri nimada? Mana shunday shirin olma bo'lishining siri nimada bu? Ob-havoda. Tabiatda, ob-havo. Suv bor bu yoqda. Mana Oqma suv, to'g'rimi? Daryodan oqib keladimi yo yerdan qozilganmi? Buloqlardan, ha? Shuni evaziga do'stlar, haqiqiy buloqdan oqib keladigan suv ichgan olma mana shunday bo'ladi. Da, конечно. Rahmat. Hozir mana shu bitta insonning hovlisi, to'g'rimi? Necha kilo olma berasiz yoqdan? Yo tonnami? Bu tonna beradi. Bu har qaysi masalan 100-200 kilogram mana qarang mana. Oh, mana nima uchun bunga tayoq nima? Sinib ketadi, bo'lmasa ko'tarish kerak. Ha, mana buni qarang. Gap yo'q lekin ey. Buni qarang ey. Bitta olma daraxti, maniki olmasi bor mana. 200 kilo bor shu bitta daraxtda. Bahorda kesasizlar buni qirqib? Kesiladi. Ha. Maxsus ustalari bor kesiladi. Bahorda kesilib, maniki qishga mana shunday mana olmani qarang. Har bitta olma o'zini vaznini ko'tara olmasdan mana bunday taydan tirovishlar berilgan. Gap yo'q, albatta. Hali yana 1,5 oy, anakay, 1,5 oydan keyin bu olmalar asalday bo'lar ekan. Gap yo'q. Rahmat. Manakay, toza havo, tanga davo degani mana shu bo'ladi. Kelinglar Baxmalga, bemalol mana olmalardan yeb dam olib ketasizlar. Rahmat kattakon. Endi biz qayerda tomosha qilamiz buni? Albatta, chiqadi, ha, bu YouTube'ga chiqadi.